Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa Ramazon yaqin sizlar uchun yangi bodomlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, taxlab tashlaganmiz, to'ldirib tashlaganmiz. Sizlar uchun yangi tovarlar olib keldik. Pistalarni ko'ringlar akalar, mana buni qaranglar. Vah, chiroyliligini buni. Keshuvlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mazzaligini qaranglar buni. Xo'p, bu yerda yong'oqlarimiz bor, magizlarimiz bor. Akam sizlar uchun chiroyli qilib mix yasab qo'ydilar. Mix berib qo'ydim. Buni kilosi narxini ham aytib o'tgin. qanchaga berasiz? 80 ming so'm aloqaga chiqsanglar, Yandexda dastavka qilib jo'natib yuboramiz. Ichida bir kamida 9 xil narsasi bor. Mana ko'ringlar, akalar buni. Vah. Bu yerda yana pistalarimiz bor, keshuvlarimiz bor, yong'oqlar, bodomlar. Xurmolarning korobkasini ko'rsatib, korobkani olib ketyapmiz. Mayda xurmolar bor. Tepada holvalar bor. Mana bu yerda korobka qilib xurmolarni taxlab tashlaganmiz. Kelsanglar sizlar uchun faqat akalar, sizlar uchun chiroyli qilib olib kelib qo'yganmiz. Mana bardakka uncha ahamiyat bermaysizlar. Sizlar uchun yangi tovarlar olib chiqqanmiz, o'shanga ozgina besparatka bo'lib ketdi. Unga ahamiyat bermasdan kelib bemalol olib ketaversanglar bo'ladi. Xudo xolasa dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Yandexdan chiqarib yuboramiz. Tozalab, chiroyli qilib qo'yamiz. Keyin o'ylacha chiroyli qilib yuklarimizni taxlab qo'yamiz. Svejilardan olib ketaverasizlar. Bemalol bizga murojaat qilinglar.